Assalomu alaykum. Bugun 2026-yil 25-aprel sanasi. Bugun ertalabda shu bir odam kelyapti. Hoji aka tanishaylik deb. Ha, hop dedim. Ismim Dilshod dedim. Men shu tepada turaman dedi. Otlaringizga qarashga odam kerakmi dedi. Ha, mayli, uncha kerak bo'lyapti, gaplashsak to'g'ri kelsa dedim. Keyin otlaringiz chopadimi deb savol beryapti. Yo'q, otlarim chopmaydi, yuguradi dedim. G'alati savollar beradi odamlar. Bular endi mahallamiz Qozoq mahallada. Shu anaqa ko'pkariga ishqibos. Chopadimi degani, ko'pkarida chopadimi deb savol beryapti-da. Ot ko'pkari uchun yaralmagan deb aytolman-da. Keyin yordam gaplashdik. Endi meni boy odam deb kelib bir foyda chiqsa kerak deb o'yladi shekilli-da. Alhamdulillah boymiz-ku o'ylagan. Ular o'ylagandek emas. Shu otlarni ham peshana terimizga halol rizq bilan olganmiz. Halol rizqimizni terib, peshana teriga kelgan. Shuning uchun men uchun otlarim qadrli dedim. Agar meni shartlarimga ko'nsangiz, mayli kelishib boqishamiz. Men ham shaharda ishlarim bor, shahar ishlarimni qilib kelaman orada. Xullas, uncha ma'qul kelmadi shekilli, unga o'ylagandek odam bo'lib chiqmadimmi? Shu bilan indamay ketdi. Mayli, o'ylashib ko'rarsiz deydi. Nimani o'ylab ko'raman? Nima dedingiz siz menga? Boqib beraymi dedingiz, lekin pulini aytmadingiz dedim. Indamay ketdi. Haqli odam bor-da.